Sizlar bu yo'lda nima qilyapsizlar? Ruhshon opa, Sizlar Latif o'ziga kelgunicha nomiga fotihalanib turmoqchi emasmidinglar? shunaqa. Shunaqa bo'lsa, bu yo'lda nima qilyapsizlar? Ruhshon opa, siz noto'g'ri tushunmang. Buvim zagsdagi tanishimga aytib qo'ydim. Borib ariza topshiringlar dedilar. O'shaning uchun kelishga majbur bo'ldik. Biz shunchaki ariza topshirayotgandik. Nikohdan o'tayotganimiz yo'q. Buving? Ha? Sen hali buvingni amaldayapsanmi? Ruhshon opa, buni to'g'risi ko'p o'yladik. Lekin boshqa ilojimiz yo'q. Bu tomonlarini o'ylamabman, Jamshid. Siz xavotir olmang, Ruhshon opa. Latif o'ziga kelsa, men ularga to'g'ri tushuntiraman. Do'stimga qarshi bora olmayman deyman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ilohim shunaqa bo'lsin.